24 yillik bepushtlik, bu juda ham og'ir holat. Qirg'izistondan keldilar bemorimiz. Azospermiya, barcha ko'rsatkichlar 0. 24 yil davomida tanaffuslar bilan juda ham ko'p davolanganlar, lekin foyda bermagan. Va biz bemorni mikroteziya operatsiyasiga oldik, chunki azospermiyani og'ir formasida hech qanday dori-darmonlar foyda bermaydi. Bu bir necha marta praktikada ham isbotlangan, shuning uchun behudaga vaqtingizni o'tkazmasligingizni, to'g'ri mutaxassisda to'g'ri ish bilan band bo'lishingizni tavsiya qilamiz. Hozir bemorimizda mikroteziya operatsiyasida juda ham ko'p bo'lgan sog'lom spermatozoidlar topildi. Bemorimiz endi mana shu yoshda ham ota bo'lish baxtiga ega bo'ldilar. Bemorda topilgan spermatozoidlarning soni 30 dona atrofida bo'lganligi sababli ularda tabiiy homiladorlikning imkoniyati yo'q, lekin mana shu spermatozoidlardan EcoX yo'li bilan ota bo'lish imkoniyatlari bor. Mikroteziya operatsiyasi haqida to'liq ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, kommentariyada mikro so'zini yozib qoldiring. Sizga bu operatsiya qanday bo'ladi, kimlarga qilinadi, to'liq ma'lumot berib o'tamiz.